Minsk ko'chalarida mana Muzaffar akam bilan ko'rishib qoldik. Aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Yana bir bor. Yaxshi keldingizmi aka Belorussiyaga? Qanday aka bu taassurotlar Belorussiyadan aka? Belorussiya tabiati, odamlari juda ham yaxshi. Haligi ruslar yashaydigan Yevropa deymiz. Zo'r aka. 3 ta plyusi aka, 3 ta minusi. Yoqmagan tarafini ham aytib o'tavering. Ularda plyuslari shu yashil tabiat, yana nima? Yaxshi odamlar, Muomala jihatdan yaxshi. juda yumshoq, boshidagi men degan narsa yo'q. Zo'r, melisasi yo'q. Samimi qilaman. Minusi aka bir. Minus Ob-havosimi? Minus aytganda bu bizga aslida plyus. Odamlar harakati sal sustroq. Konkurensiya yo'q. Shunday. Yo'q. Izlanmayapti, chopmayapti, Shunday. yugurmayapti, yonmayapti. Bu bizga qulay. O'zbeklar kam, hali kelsa bo'ladi. Ish boshlagani. Rosa ish ko'p. Sizning yo'nalishingiz aka hozir kelganingiz maqsadga muvofiq bo'ldimi? Bir pergovorlar bo'ldimi yaxshi aka? Ish joylar ochilishi mumkinmi o'zbek biz akalarimizga? Hozir 30 ta tadbirkor kelgan bo'lsak, shu paytgacha 6 tamiki firma ochildi. Yangi kelgan 5 kun ichida. Ertaga bugun dam olish bo'ldi, ertaga yana ochiladi. Va 30 ta tadbirkor orqasidan 3-4 talari birlashdi. Bundan keyingi partiyalar va biz orqamizdan kelayotganlar minglab odam bor Belorussiyaga katta investitsiya kiritamiz. Ularda endi har bittasiga kadr kerak bo'ladi. Hamma yo'nalish biz fokusimiz hozir chorva bo'lgani uchun chorva yo'nalishi bo'yicha masalan veterinarlar, molga tushunadiganlar, cho'pon, chorvadorlar, Traktoristlar, xudo texnika minadiganlar, shu o'g'ali yerga, dehqon, shunaqa tushunadiganlar, har bir qishloq xo'jaligi sohasiga biladigan borki, bu kadrlar rosa kerak bo'ladi bizga. Zo'r. Aka, obunachilar ichida agar biznesmenlar bo'lsa, nima tavsiyalar bor? Qanday siz bilan bog'lansa bo'ladi? Nima yordamlar qila olasiz aka? Imенно biznes yo'nalishida. Biznes yo'nalishida shu o'zim men bittaman aka, hammaga ulgurmayman. Men bir biznes kichik biznes uyushmasi tashkil bo'lgan va shu yerda bir jamoa shakllantirganmiz. Har bir soha shu yerda bemalol aloqaga chiqsa javob berishadi va Telegramini ham qilganmiz. Buni kbo.uz deb kirib bemalol Telegramdan yoki Instagramdan kirib yozsalaring, o'sha yerda sira javoblarni oladi hamma, har xohlagan yo'nalish bo'yicha. Aslida yo'nalish Belarusda faqat chorvami aka hozir Hozirgi kelgan? missiya. Hozirgi missiya chorva. Men bir paytlar kelib rosa bitta ulgurji meva-cheva sotganman. Bitta Minskda bilsangiz Tabr bozori bor. Bilaman. O'sha bozorda shu karantindan oldin kelgan edim. O'sha kelganimda aytganman, birorta o'zbek yo'q ekan shu bozorda ulgurji savdo qiladigan deb. Hozir endi kelib bo'lishgan bo'lsak, narx-navo aka siz yashayapsiz, bilasiz. Rossiya masalan Moskvadan qimmatdan. Bu yerdagi narx-navo